Poytaxtimiz 48 a'zo davlatimizda birlashtirgan islom mamlakatlarining standartlar va metrologiya bo'yicha asosiy xalqaro platformasiga mezbonlik qilmoqda. Qayd etish joizki, 20-bosh assambleya tarixda ilk marta Markaziy Osiyoda bo'lib o'tmoqda. Bu qaror O'zbekistonning global savdo tizimiga integratsiyasi, yashil iqtisodiyot va raqamlashtirish yo'lidagi islohotlari xalqaro standartlar bo'yicha yangi bosqichga ko'tarilganining yorqin isbotidir. Islom hamdo'stlik jamiyati tarkibidagi SMIK Islom davlatlari standartlash metrologiya institutining bosh assambleya yig'ilishi bo'lib o'tyapti. O'zbekiston ham bu SMIK tashkilotiga 2019-yilda to'laqonli a'zo bo'lib kirgan. Shu sababli mezbon sifatida bu safar O'zbekistonda bo'lib o'tyapti. Bu anjumandan maqsad o'sha dunyoda islom davlatlari tarkibidagi davlatlarda halol standartlarni ishlab chiqilishi, qaysi yo'nalishda yurish va bu halol standartlarning bir xilligini ta'minlash, bozordagi texnik to'siqlarni bartaraf etish maqsadida bu tashkilot faoliyat yuritadi. Asosan SMIK tashkiloti bosh assambleyasi barcha boshqa davlatlarda o'tardi. Hozir bu kunda mana O'zbekistonda bo'lib o'tyapti. Bu O'zbekiston nufuziga juda katta ahamiyatga ega. Chunki mana O'zbekistonda ham mana halol sertifikatlashtirish organi tashkil etildi. 2025-yil 1-fevralda Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilinib, halol mahsulot va xizmatlarni sertifikatlash tartibi tasdiqlandi. Shu qarorga asosan texnik jihatdan tartib solish agentligi hamda O'zbekiston Din ishlari qo'mitasi bilan birgalikda halol sertifikatlashtirish organi ochildi, tashkil etildi. Va bu tashkilot, ya'ni texnik jihatdan tartib solish agentligining ustez davlat muassasasida halol mahsulotlarni sertifikatlash organi Turkiyaning halol akkreditatsiya agentligidan akkreditatsiyadan o'tdi. Mana shu anjuman jarayonida Turkiyaning o'sha halol akkreditatsiya agentligi rahbari rasmiy akkreditatsiya guvohnomasini taqdim qilindi. Bu akkreditatsiya olish O'zbekiston manfaati uchun juda kerakli, chunki eksportyor korxonalarni boshqa davlatlarga, islom davlatlariga eksport qilishida bu halol sertifikati olinishi juda katta ahamiyatga ega. Bu mahsulotlarning halolligini, mahsulotni xavfsizligini baholovchi hujjat hisoblanadi. Shu sababdan O'zbekiston ham shu SMIK tashkilotiga a'zo bo'lganligi sababli SMIK standarti bo'yicha halol akkreditatsiya organi ochildi va shu SMIK standarti bo'yicha halol sertifikat berish amaliyotini joriy etdi.